Hammaga assalomu alaykum o'rtoqlar. Sizlar bilan o'sha Asadbek Minecraft video boshlashdan oldin kanalimizga like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Videoni boshladik. Bugungi videomizda sizlarga qishloq topishni o'rgatamiz. Birinchi qishloq mana bu yerni bosasiz, keyin bu yerni bosasiz, keyin mana bu yerga kirasiz va bu yerga mana raqamlarga kirib 4 5 5 yozasiz. Chiqib mana bu yerni bosganingizdan so'ng yoningizda qishloq chiqib keladi. Mana keyin undan keyin ham qishloq bor. U mana kattagina qishloq, keyin u qaqqa hozir mana ikkinchi qishloq mana. Bu sal-pal kichikroq bo'ladi bu qishloq mana. Endi ikkinchi qishloqqa o'tamiz. Ikkinchi qishloq esa 13 12 12. Yanımda ukam turibdi. Ukam salomlashib qo'ysin ham. Hammaga salom do'stlar. Mana shu yerda bo'lsa, mana ikkinchi qishlog'imiz mana bu. Mana sizlarga o'z kompyuterni uyini ko'rsataman. Sandig'ida nima borligini. Mana salom oshna. Mana 3 ta almas ham bor. Keyingi uy. Bu yerda ham qishloq bor ekan. Mana. Bu yerda kompyuter yo'q. Lekin sizga ikkinchi kompyuter uyini ko'rsataman. Unda ham nima borligini bilishimiz kerak. Bunda mana bu narsa shu Minecraftda yo'q. Mana shu narsa Minecraftda yo'q. Kompyuter uyda bor. Keyingisi 3-qishloqimiz. Ikkinchi qishlog'imiz esa katta harf bilan final. Bir zera kerak final. Mana. Ikkinchi qishloq ham bo'lsa kerak. Do'stlar, hozir akam bitta narsani bilmayman, bilaman. Hozir videoda ko'rganman, bo'lishi ham mumkin. Yana bilmayman do'stlar. Faqat kanalga like bosinglar, men o'ynayman. Hozir bitta ko'rsam, mana shu yerga ham bo'lishi mumkin. Yana bilmayman do'stlar. Bo'lsa mayli lekin. Mana shu yerda bor, mana. Shu joy. Endi ikkinchi joyni ko'rsataman. Akam bilmayladimi qani? Men akam ko'rsatmaganman. Hozir do'stlar, akam yonimdalar o'zi. O'tiribdilar. Biz akam video oldilar, akamga bitta narsani ko'rsatdim. Mashq paydo bo'ldi-da aka. Mashq bo'lishmi? Ana ajibroq dragonlarni bo. Mana shu anonya xodimgida ana turibdi. Qog'oz, mana shu qog'ozga mana bu yerga ketamiz. Buyurgan deyman. Yo'q. Mana shu yerga bo'lishi mumkin. Ana yurgach. Hayna. Kanalga like bosinglar iltimos o'rtoqlar. Mana dilni ichiga ana chuchqon nimalar yuribdi. Buzmasa xuddi mana. Endi keyingi qishloqimiz. Jirosin. Bo'ldi. Nima bo'ldi? Chiqib ketib qoldi. Uzr. Videoni uyga o'tkazib ko'ringlar.
Skin almashtirib olay. Skinni Alexga qo'y. Amali. menga qo'ysammi? Yo'q, mana buni qo'yaman. Mana shuni qo'yaman. Davay. Keyingisi Keyingisi qanaqa? Keyingisi nima edi? Esimga yo'q-da o'rtoqlar. Nima edi keyingisi? Hozir. Nima buni deyman? Videolarda ko'rganman-da. Biz ham shuni qilmoqchimiz. Faqat kanalga like bosinglar o'rtoqlar. Blokkarazish. Yana bilmayman men. Videolarda ko'rganman, yana bilmayman. Chiqmasa uzr so'rayman lekin. Videolarda ko'rganman-da. Blokkarazish yozgan. Unda chiqmaskan. Do'stlar biz bo'yda kambag'al o'ynaganimizga ana qoldi. Men ovozimni eshitdim. Ovozni ko'tarib ko'rasizlar-da. Uzr do'stlar. Boshqa videoda Maniak o'yinini o'ynaymiz. Hozir bu video tugadi. Mayli videoga like bosib kanalga obuna qo'yinglar. Uzr oxirgisini topolmadik. Uzr. Endi baribir like bosib ketinglar iltimos. Biz Extreme Gamingni kanaldan ham o'tib ketishimiz kerak. Likedan, obunachisidan o'tib ketishimiz kerak. Shuning uchun o'tib ketishimiz uchun mana quvvatlashlaringiz uchun kanalimizga obuna va like bosib ketinglar. Iltimos videomiz tugadi. Xayr. Ukam, sen xayrlashib qo'y. Xayr do'stlar. Mayli. Xayr.